Har bir bayramning o'zgacha shukuhi, o'zgacha fayzi bo'ladi. Qurbon hayitining tinchlikni targ'ib qiluvchi tarovati, mehr-oqibat rishtalarni bog'lovchi fazilati xalqimiz ko'nglidan chuqur joy egallagan. 27-may kuni erta tongdan viloyatimizdagi barcha jome masjidlarida Qurbon hayiti namozi o'qildi. Dillarni quvonchga to'ldirgan mana shunday qutlug' damlarda Qurbon hayitiga tinch omon yetkazgani uchun Yaratganga cheksiz shukronalar aytildi. Davlatimiz rahbarining xalqimizga yo'llagan bayram tabrigidagi ezgu tilaklar, haroratli dil so'zlari yana bir bor yodga olindi. Ezgulik va mehr-shafqat, saxovat va bir-birimizga o'zaro yordam ko'rsatish kabi xalqimizga xos oliyjanob fazilatlari bayram bahona yana bir karra yaqqol namoyon bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Muhtaram Prezidentimizning qarorlariga ko'ra muborak ayyom kunlari aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida qator mehr-saxovat tadbirlari o'tkazildi. Asaka shahridagi Xolid ibn Valid jome masjidida bo'lgan hayit namozi ma'ruzalarida ana shu haqida ta'kidlanib, Prezidentimizning qaroriga muvofiq davlat maslahatli jamg'armalari va boshqa manbalardan 690 milliard so'm mablag' ajratilib, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda hayrat tadbirlari amalga oshirilayotganligi e'tirof etildi. Asli xalqimiz azaldan bayram kunlari yakka yolg'iz yashovchilar, kam ta'minlangan oilalar, qariyalar, bemorlarni yo'qlab mehr-saxovat ko'rsatib keladi. Bunday ezgu amallar hali ham o'z qadrini yo'qotmay, balki yanada rivojlanib bormoqda. Muhtaram aziz hamyurtlar, Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, bugun mana Idul Qurbon hayitlarini eson-omon, tinchlikda, ofiyatda, sihat salomatlikda ado etib oldik. O'ziga hamdlar bo'lsin. Mana shu tinchligimiz, xotirjamligimizni sababchisi bo'lib turgan yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevni ham Alloh taolo o'zi salomat qilsin. Xayrli ishlarda Xudoyim o'zi madadkor bo'lsin. Hammalarga ma'lumki, mana shu kunlarda Qurbon hayiti arafasida yurtimizda juda ko'plab bir islohotlar qildilar. Tarixda bo'lmagan ishlarni qildilar. Jumladan mana kecha kuni vaqf fondiga ajratilgan 690 milliard so'm bu mana shu xalqini dardini o'ylab, yoshlarimizni o'ylab, ta'limini o'ylab, yurtni, xalqni ravnaqini o'ylab qilgan bu ishlari albatta tahsinga sazovordir albatta. Jumladan mana hammamizga ma'lum bo'ldiki, bir qancha bemorlar jarrohlik amaliyotlarini olib borayotgan hamda boquvchisini yo'qotgan shunday yetim yesirlar, ularni ham ko'zdan qochirmadiki, ularga ham albatta mablag'lar ajratilib, xonadonlariga mana shu Qurbon hayit bayrami kunlarida xursandchilik kirsin, qalblariga surur kirsin. Ular ham mana shu Qurbon hayit bayramini his qilsin degan maqsadda keng ko'lamli ishlar olib bordi. Bu albatta Alloh rozi bo'lsin. Bu ishlarda Xudoyim o'zi madadkor bo'lsin, bardavom qilsin. Yurtdoshlarimiz yaxshi ezgu niyatlar bilan hayit namozini ado etdilar. Shunday doramon, tinch kunlarga yetkazganiga shukronalar keltirib, osmonimiz hamisha musaffo bo'lishini, tinchligimizga ko'z tegmasligi, hayotimiz farovon, yurtimiz obod va yanada ravnaq topishi, o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlarimiz asosida vatanga muhabbat, yurtga sadoqat hamda mehnatsevarlik ruhida tarbiyalab, yuksak marralarni egallashlarini tilab duo qildilar. Ayniqsa oxirgi mana shu Qurbon hayiti munosabati bilan Prezidentimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash borasida juda katta ishlarni amalga oshirdi. Mana 10 mingga yaqin nogiron bolalarni operatsiyasi uchun mablag' ajratildi. Bundan tashqari 350 dan ortiq shu jigar buyraklarni almashtirish bo'yicha nihoyatda qimmat turadigan operatsiyalar o'tkazish uchun Prezidentimiz ularga mablag' ajratdilar. Bundan tashqari yurtimizni rivojiga hissa qo'shgan nuroniylar, mehnat faxriylari, ilm fan arboblarida 100 kishini mana Prezident o'zlari rahnamoligida haj safariga jo'natdilar. Bular hammasi Prezidentimizni shu xalqimiz ustidan qilayotgan g'amxo'rligi, qolaversa ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlashdi deb bilaman. Asakamizda o'g'ilga namozda ishtirok etgan namozxonlar hammasi Prezidentimizni bu qilgan ishlarini qo'llab-quvvatlab, ularning haqlariga duolar qildik. Umrlarini uzoq qilsin, ishlariga rivoj omadini bersin deb barchamiz duoga qo'l ochdik. Ha, qayerda tinchlik, birdamlik, mehr-oqibat bo'lsa, o'sha joyda rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. Yurtimizda mana shunday yutuqlar barqaror, bayramlar bardavom bo'laversin.